Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Inson kompaniyasining 11 yillik tadbiridamiz. Shu tadbirdan fursatdan foydalanib bu tadbir ishtirokchilariga, tadbir tashkilotchilariga qolaversa katta o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu Inson kompaniyasi bilan bir uzoq yillardan beri hamkorlik qilib kelamiz. Bu bolalardan mamnunmiz. İşçilari, qo'l ostidagi ishchilari ham bir sifatli xizmatlar ko'rsatishadi. Aytgan narsalarimiz vaqtida yetib keladi bekamni ko'z. Xudo xolasa bu bolalarni qilayotgan ishlaridan mamnunmiz. Bu tadbirga chaqirganidan minnatdormiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Biz Inson kompaniyasi bilan ancha yillardan beri ishlab kelamiz. Inson kompaniyasiga mijozlar bilan ishlash tartibi zo'r. Nima deymiz endi Inson kompaniyasiga omad. Biz xudo xolasa bu yil ham Tailandga yutuq oldik. Bundan minnatdormiz. Inson kompaniyasiga rahmat aytamiz. Ishchilariga omad.